ulog'ini 100 ga 100, mingga ming beravering aka dedi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli Chorva TV muxlislari, hurmatli ot ishqibozlari. Piskent tuman Murotoldamiz. Toshkent viloyati. Somnoga. Assalomu Assalomu alaykum. Qo'polingiz sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, salomatmisiz? Tanjoning Salomat. Uydagilar yaxshimi uka? Jonivor. Mazzalar. Ha. Havolar isib ketdi deng. Havolar isib ketdi mana. Shelapalar ham yarashibdi sizga. Kovboyskimi? Ha, kovboyski. Otam o'zi o'shalarning otiga o'xshayapti. Ota ham shunlarga o'xshaydi. Keyin klichkasini ham pashchinaga qo'yganman. Aha. Avvalambor assalomu alaykum, Zulfiqor. Ha. Yurtdoshlar, bizni kuzatib boruvchilar, polvonlar, otvozlar, tanish bilishlar hammasiga alangali salom deyman. Otni ma'lumotini berishni boshlaymiz aka. Aha. Otni ma'lumoti klichkasidan boshlayga. Aha. Klichkasi Adrian. 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 O, ana как раз kovboyning ismi-da bu. Aytdim. Bo'yi 1.60. Ha. Plus minus borib-borma 55 ta ustiga olaversin, 60 chiqdi. Ha. 60 dan pastroq deb bora, farqi yo'q. Yoshiga kelsak, yoshi 10 yosh uka. 10 yosh. 9 yosh deb berdi menga, qo'limga kelganiga bugun 25 kuncha bo'ldi uka. O'zimizni Piskent rayonining oti. Chopib yurgan bolalar bor, hammasi dalili bilan, isbot dalili bilan olib beraman. Kerak bo'lsa, tanish bilishlar bo'lsa, o'zimiz Toshkent oblasti mana chopib yur polvonlar bari taniydi. Zotini nima deymiz somnaga? Zoti toza qora bayir. Qora bayir. Toza qora bayir. Bu yoqdan kelgan emas, bozordan kelganman. Bozordan kelganda aytardim. Aha. O'zimiz mana shu Piskent rayonining oti. Yangi turmushmi, Oqtepami? Shu yerda bir ukadan oldik. Tepish, tishlash. Yo'q, unaqasi yo'q. Faqat bitta aybi mana shu ko'ziga qamchi tekkan uka. Aha. U 4 yil, 5 yil bo'lgan ekan, aka u hech bilamas dedi. Ko'radi lekin. Unaqa bilintirmaydi. Ha. Narxini ham shunga qarab qo'yamiz uka. Xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Jonivor. Hamma qo'l oyog'i butun. Uyuri bormi somnaga? Hamma narsasi bor uka. Uylarga garanta. Hammasi uloq, uyur ishlatsa, agar bir haliga dalaga ishlataman desa ham ulog'ini 100 ga 100, mingga ming beravering aka dedi. O'sha Sulton degan ukam bor. Aha. Yangi turmushda. Akamiz o'g'li shu boladan oldim aka dedi. O'sha Saddam amakimi dedi. Polvon qilgan shu bola chopgan dedi. Saddam degan taniydi hamma. Aha. O'sha bola chopib maza qilgan ekan o'sha davrda. Endi o'zi Yuvoshligi qanday? Yuvoshligi juda yuvosh. Hamma narsaga zo'r uka. Yeb ichar yuvoshligi. Putlari toza. Top toza. Tuyoqlari yaxshi, ha? Aybi yo'q. Aybi yo'q. Uni taqasi eskirib qoldi. Endi o'sha boquvga olib kirsa olib tashlash kerak. Ha. Orqangi oyog'ida bitta oqi bor. Peshonasida oqi bor. Uka garantiyasi bilan beraman. Xudo xolasa o'shalarda gapiga qarab, men endi o'zim uloq chopmaymiz, biz ishqibozimiz bilasiz uka. Bir oyga yaqin o'zingizda turibdi-da. O'zimda turibdi, yaqin bir oy bo'ldi kelganiga. Laqabini Adrian dedik akalar mana. Jonivor. Uncha joyda dedi aka dedi. Libbo joyga solsin aka dedi, qalinda zo'r ishlaydi dedi. Ha. Yakkaga ham, Tarbiyasi yaxshi. orqaga ham tarbiyasi zo'r. O'zi bilib ishini qiladi-da bular. Bir o'ngga chapga burib ko'rsatingchi somnaga. Jonivor Adrian laqabli otimiz, qadrdonlar. Somnagamizning. Yoshi 10 yashar. Chap, daray. Bu yilga sovuganmi somnaga? Ha, dalada, hali bemalol minib yurgandi. Men 20 kundan, 25 kundan beri minmayapman bir joyda, shu ko'kda yotib. Ko'kda yotibdi uka, minmayapmiz, issiq. Aha. Ot agar boqib, sovutib olib chiqsan Zulfiqor. Aha. Uncha otni eplalamaydigan odam lekin tashlab ketadi. Tezligi juda zo'r. Issiqda ko'p qiynamaylik deyapman-da. Ha-yi. Havolar issiq akalar. Kelasiz joyida sinab ko'rib olaverasizlar mana. Sinab ko'rib, garantiyasi bilan beramiz-da hamma narsasini. Ha. Bitta aybi mana shu ko'zi uka. Aha. Bo'lmasa ot 10 ming kami bor deyiladigan narsa.
5 ming, 10 ming undan kam aytiladigan narsa emas. Endi meni hisobimda-da. Tuzilishi, rangi ro'yi, qomati ham yaxshi ekan Islom aka. Ha. Jonivorning bahosini nima deymiz? Bahosini aytyapman uka, agar bitta shu nuqsoni bor uchun kelishtirib bozor narxini qo'yaman uka. Aha. Agar bu ot vaqtida mana shu ko'zi shunaqa bo'lsa ham 5 mingga ham 3 ming, 4 ming, 5 mingga berilmagan dedi shular. Aka davrida berilmadi, faqat boquvchi qolmadi dedi bir ishqibos. Xohlang olib boring uyirga qo'ying aka. Xohlang uyirga, xohlang mana o'sha ko'kka to'ydirib zo'r qilib qo'ydim uka. Taqasini olib tashlab boquvga qo'yib bitta sovut chiqsin. Xudo xolasa, uloqqa ham tashlayveradi. Avval ham Alloh Yaqin qoldi, ha. Garantiya bermaydi, Alloh garantiya beradi. Mana shuni agar hal qilib tursa uka mazza qiladi kumosa. Menga yoqdi-da. Xudo xolasa. Otni bekardan bekarga aytmaymiz uka. Hamma narsasi joyi-joyida. Jonivor bahosi qancha? Bahosini endi uka kelishtirib qo'yaylik uka, 32 million kami bor. 32 million, ha? Ha, o'zimiz so'mni aytyapman, 5 ming davr kecha yaqinda mana uloq tugashiga ham 3 mingga ham kelgan ekan, bering ishlataylik, sotmaganda deydi. Shularni gapida endi men o'z ichimdan uni hal qilib qo'yadim, gapini aytyapman uka. Shunaqa pullarga berilmaydi aka dedi. Uni sizga qizig'i yo'q dedi. Men sal pulini kelishtirib oldim uka. Yaxshi. 32 million akalar. Unaqa 35, 3 ming, 3 ming demak, faqat shuni, lekin o'sha nuqsoni bo'lmaganda uka 4 ming ham so'rashga haqqim bor edi endi. Jonivor. Akalar akamizga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Yaxshi ot. Kalta bir boshini qo'yib ko'rsatayin, Zulfiqor. Ha? Boshini o'sha yerga kalta bir qo'yib ko'rsatayin. Bir yengil tashlab ko'rsatamiz. Yengil tashlab ko'rsatamiz. Buni ham men tezligini ko'rsin uka. Baribir otni yuruvidan ham biladi-yu. Ha. Qamchi kerak emas, Zulfiqor. Ha? Qamchi kerak emas. Ha. Otni o'zi bir dunyo. Mana qarang, o'sha bilyapti, o'sha qarang. Jonivor. Ey jonivor. Voy, voy. Bo'ldi, seni issiqda qiynamaymiz. Ey jonivor. Akalar akamizga aloqaga chiqaverasizlar. 32 million Adrian laqabli otimizga baho qo'yildi. Aloqaga chiqaverasizlar. Ha joningdan salomat bo'lasizlar.